Dostlar, yaxshimisizlar? Nihoyatda uzun bir vaqtdan keyin yangi bir videom bilan sizlar bilan ko'rishyapman. Bu videoda ko'rayotganinglarga o'xshash to'xum rangdagi, ya'ni hol rangdagi shunday bir xil kirimni asl qilib chiqdim. Buncha vaqtdan beri video tatmaganimniki, hamjiq nas chiqarmaganimniki sababi bek oldirash bo'lib ketdi. U bu ish bo'lib bugun oxiri vaqtim chiqdi. Buningdan sizlardan hammanglardan uzrxonlik so'rayman. To'g'ri tushunishinglarni umid qilaman. Imtihon maskilim yaqinlashib qoldi. Shunga bu bo'lsa shu 2-3 oydan burungi bo'lgan eng oxirgi bir videom. Yoqtirishinglarni umid qilaman. Unaqa bo'lsa, let's keep watching. Unaqa oldi bilan yuzmaydan boshlaylik. Bilasizlar, men klinikni ishlatman. Ondan qalqansimon rolni o'ynaydigan primer, yana o'xshash Too Faced Hangover. Andan keyin foundation, ya'ni yuz mayga ishlatadiganim bo'lsa, aqatishmiyi Urban Decay'ninki, ya'ni Naked Urban Decay'ninki All Nighter foundation. Mana shu buni shu yuz may surkadigan cho'tka. Bu cho'tkam Elf'ninki, ya, Ultimate Blending Brush. Elf'ninki. Mush orqali yuzimga surkayman. Göründü, lekin asosda terik singanligi o'zingizning teringiz rangidan o'xshash bo'ldi. Albatta, cho'qim o'zingizning teringiz rangiga mos keladigan shunday nomerni tanlab ishlatishingiz kerak. Yana o'xshash Tarte, buni tuya deb qoldik. Tarte'ninki Fair degan nomerga shuni azroqlam o'qirma astos surkayman. Shunchalik ham qo'ysak bo'ldi, ha. Ondan yana Revolution'ninki gram 9'dan upsi. Mayli qanchalik suz gram qiling yoki qancha qiynoq gram qiling, yuz may bilan ufbini cho'qimroq rusvoyga yetkazib qilsangiz, endi bir kun hech bo'lmaganda yarim kun bo'lsa, shu kirmoqdan chang to'rishiga ta'sir ko'zmaslikka bir kabalatlik qila oladigan shunday bir qadambak muhim deb o'ylayman. Shu hozir uni xalqqa dumshib ketgandek bo'lib qoldim. Ammo birdan turib kirmab chiqamiz bilan. Shunisi bor. Bugungi ishlatilgan palette qapak surqimiz bo'lsa, Huda Beauty'ninki Nude palette. Qaysi rang ishlasam bo'ladi acaba? Oldi bilan Teddy. Mishani ishlatay. Bu paletni olganiga men ishlatib baxmdim, ko'zanlar bo'ldi, pak-pakiz. Ikkinchi rangim ishlatadigan rang bo'lsa Tickle. Nihoyatda o'moq, tatliq to'xum rang kabi. Endi kichik bir pencil brush deymiz. Shu kichik cho'tkada Spanked degan ma'no. Olamiz. Yani şu katlatmak kendine azraq kontrol qilsak bo'ldi deb o'ylayman bizga. Love Bite bilan Raw maskarani azraq aralashtirib qo'yib. Bu qitimliq shu Huda Beauty'ninki shu paletlardan ishlab shu concealer debdir qaymoq shakllik, may shakldagi shu bir rang bor. Buni masalan qapak sursak bo'ldi. Buni sinab boqmadim. Hozir sinab boqay. Ha. O'ylaganimdek chiqdi. Endi Huda Beauty'ninki bu paletlarda hammadan bek ko'z ko'rinarli o'rinda turadigan bo'lsa bling bling parqaroq rangi. Shunga bugun men ismimga Daydream, ya'ni mush rangni ishlatib boqmoqchi. Ondan Crave deb bir serqaroq bir rang marka. Bu ya'ni serqaroq debgina nima chiqar ekan? To'g'riroq so'zlasam. Yana ham Spanked degan rang. Yana Carly Bible. Mush paletdagi ma'lum rang. Night sus to'g'ri rang. Endi eyelinerga kelganda Kat Von D'ninki Tattoo Liner. Okidoki.
lak kelganda, kirpik lak kelganda ba'zida yana o'xshash. Bugun ishlatadigan kirpikim bo'lsa BH Studio Pro, ya'ni BH Cosmetics'ningki Studio Pro kirpiki, yog'an kirpik. Buni men 5-6-7 qatim ishlatib bo'ldim. Uncha pek buzilib ketmadi. Shunga kirpik olsangiz cho'qim yaxshisini aniq chet-eldan paygon qiladigan shundoq odamdan topa olsangiz, ularga olsangiz bo'ldi. Masalan, chet-eldagilar bo'lsa, mishalda mushtlag'ini ilib ishlasangiz bo'ldi. Germaniyaning o'zida DM degan nima drugstore bor. Shu yerni setib olsangiz bo'ldi. Men shu yerni setib oldim yoki boshqa davlatdagilar to'rdan olsangiz bo'ldi. Amerikadagilar zaten bor bu. BH Cosmetics'ninki qo'ying, ya'ni o'zing to'r betiga chiqsangiz, mush kirpik bor. Buni men pek yaxshi ko'raman. Göz tegdi. Tuvandagi kirpikimizdagi lakni surkaymiz. Buni surkashdan burun men yana ozroq qilib berayotay. Maykam tugashdi. Endilikka yuzimizdagi ortiq teshik bularni hammani supurib tozalab qilaversak. Burun baxama mamani ishlatdim bugun. Mushu Kali Bible'ning o'zining paletradagi maskarani ozroq aralashtirib bularning paqroq rangi bor. O'sha aralashtirib boqay. Burunniki farqi bo'lsa, MAC'niki Oh Darling. Andan angliki bo'lsa, Dior'ninki rangi Rose Baser. Andan yuzimizniki farqi bo'lsa, Kali Bible paletiki ma'lum. Andan oxirgi bir qadam kirpikimiz keldik. Navsroq bo'lsa, bugun Bobbi Brown collection'ni ishlatdim. Yangi bo'lsa, Uber Rose. Bunun ustiga bo'lsa, MAC'ninki Nicki Minaj. Xudayma. Nicki Minajning The Pink Print degan mush rangini ozroq yetib boqay. Oxirida suvliq saqlash uchun MAC'ninki Prep and Prime. Buni kremdan burun ishlasangiz bo'ldi, keyin ishlasangiz bo'ldi. Unda xo'sa, men o'xshab ketgan kiyimlarimni almashtirib, chiroyli yasinib, alonlar qaytgilay. Bu bo'lsa, shu kremimizniki bitgan holati. Videoninki eng oxirida bo'lsa, shu gerçi kechikib qolgan bo'lsam-mu, yana azroq xulosalarni chiqarishni hamda sizlarga bo'lgan tilaklarimni tilashni o'ylashdim. Men 2018-yilda haqiqatan sarguzashtlarga mo'l bo'lgan bir yil bo'ldi. Yilning 5-idan tortib boshqa davlatda o'tkazdim. Yangi yilni o'tkazib bo'lgandan keyin Germaniyaga qaytib keldim. Maktablarni iltimos qilishga boshladim. Maktablarni iltimos qilib bo'lishimga maktabdan menga chaqiriq keldi. Chaqiriq kelgandan keyin men uyga ko'chdim. Uy ko'chish jarayonida, ya'ni yolg'iz 500-600 kilometr mush arlıqda özüm yalğız uy ko'chish bir qizalga nisbatan aytdi qiyin keldi deb desam bo'ladi. Chunki qizalning qilmasa yana ojiz keladi-ku. Shimani kuchaytirdim bo'lsa-mu, bir narsalarni ko'tirish degandek. Mushunday jihatlardan ojiz kelib qoldik-ku. Shunaq bo'lsa ham hamma narsalarni paketlab mushu posok selish orqali qolgan narsalarni o'zim ko'tirish jarayonida javob topdim. Endi shunda vaqtda uyni saygan ekanmiz, samidimdak. Shu ota-onamizningki qadriga yetdi ekanmiz. Endi u yerdan ko'chib, hozirgi shaharimga yaqin bo'lgan 1-2 soatlik oraliqdagi shaharga ko'chib qoldim. Bu yerda turish jarayonidami nurg'un narsalarni o'rgandim. Mayli odamgarchilik bo'lsin, odamlardan badgalik qilish bo'lsin, shundoq shu dunyoga nazar tashlashlarimiz bo'lsin. Har jihatdan menga mayli pozitiv yoki negativ bo'lsin, har xil yaxshi yomon shundoq yo'l qo'yish orqali o'zim yana bir darajada o'sib yetildim deb o'ylayman. Ya'ni siz universitet qabul qilingandan keyin vatanda sizningki hatto qaysi yotoq yotilganligingizdan tortib sizga hammani deb berdi, sizga yoqib berdi. Ammo bu yerda unday emas, hamma narsani o'zimiz izlaymiz. Mushuk shahar oraliqida noyat bechiq qatrab ketdim. Qatrab ama oxirida o'zim yaxshi ko'rgan, o'zimga yo'rg'an bir uyni topdim. Shundan noyat xursandman, lekin oraliqda topgan javollarimni ularni deb kelsam gap bechiq. Lekin har bir ishninki yaxshi yomon tarafi bo'ldi. Garchi javob tatganim bilan bo'lsa, noyat turmushga pishdim deb o'ylayman. Shunlashqa yana shu javolarning ichidan yana xo'jalik qilib turib hozirgacha keldim. Yana 2018-yilda shundoq jiddiychilik, stress, ya'ni besim, qayg'u, hasrat, xushallik, noyat hayajon, shundoq bir hissiyotlarga to'lgan bir yil bo'ldi. Endi eng oxirida shu maktabga qabul qilindim, maktabga kirdim, darslarni tanladim.
astasdan o'qishga kirishdim. O'qishga kirishgandan keyin hamma ishlar shunday joyida bo'lib ketdi. Ko'nglim aram topdi. 2018 ga qaragan vaqtimda yig'in chaqlasam minnatdorman. 2018-yilga minnatdor. Degandek, 2018-yilga minnatdorman. Meni tug'ib beqib cho'nqan ota-onamga minnatdor. Mening do'st birodarlarimga har bir qiyin o'tganda mayli ma'naviy jihatim bo'lsin, mayli jismoniy jihatim bo'lsin, har jihatdan meni qo'llab-quvvatlagan do'st birodarlarimga minnatdorman. Har vaqt mayli jiroqda bo'lsinmi, meni suyib, meni beshini ustiga ilib ko'tarib, turmushimda shunchalik baxtli, shunchalik muhabbatga to'lgan, meni shunchalik asrab, yuragimga sog'an. Menga buni hopuma. Shang'im minnatdorman. Menga shunchalik muhabbatni bergan Qaysarga, aşkımga, muhabbatimga minnatdorman. Eng oxirida meni shunchalik qo'llab-quvvatlagan faqat ekranning o tarafida turib bo'lsa-mu, biz garchi tanishmagan bo'lsak-mu, ammo ekranning shu chetida turib menga madad bergan, meni yaxshi ko'rgan Oma tatliq. Sizlarga rahmat. Sizlarga minnatdorman. Hamda menga o'sh bo'lgan, meni unchalik yaxshi ko'rmagan, hatto yomon niyatlarda bo'lgan yoki menga yomon so'zlarni degan, turmushimni qiyinlashtirgan yoki kelinimdan oldimdan bo'lsin, kelinimdan bo'lsin pichoq tiqqan. Shu odamlarga minnatdorman. Sizlar bo'lmasanlar men hargizmi bunchalik kuchlanib, qiyin o'tganlardan bunday jasur holatda o'tmagan bo'lardim. Shunlashqa 2018-yilga yuz bergan har bir ishlarga, tanishgan har bir odamga, hatto tanishmagan sizlarga, hammadan bek yaxshi ko'radigan sizlarga minnatdorman. Hammanglarningki 2019-yilining xushal-xuram o'tishini do'st birodarlar bilan birga, oilaliklar bilan birga jam bo'lib turib o'tishinglarni, o'qish bo'lsin, xizmat bo'lsin, har jihatdan futuhlarni qozonishinglarni, hamma qarindoshlarimningki xotirjamlik, xushalik ichida o'tishini chin dilimdan umid qilaman. Chat o'qiyotgan hammamiz sizlarning omonliklaringizni, sizlarning xushaliklaringizni tilaymiz. Hammanglarni har vaqt, har daqiqa sevib turamiz. Vaqtda hammanglarga yana bir qadam cho'nqur salom. 2019-yilingizga xushalik yor bo'lsin, baxt yor bo'lsin. Bu yilda ham yaxshi videolarni tartish uchun tirishiman. Vaqtda bugungi videomiz bu yerda oyoqlashdi. Xayr xo'sh.